Kuni kecha bitta bo'lgan voqea meni rosa ajablantirdi. Ko'chada bakalashkalarni, salafanlarni musurkalardan terib olib, yig'ib, to'plab sotayotgan odamni ko'rdimda, yonimda turgan tanishimga qarang, mana ham bechora halol mehnat qilib, tirikchilik o'tkazib, bola chaqamni boqiy deb shu ish bilan shug'ullanyapti desam, yonimdagi tanishim, men ikki dunyoda hech qachon mana shunaqangi ishlarni qilmagan bo'lardim, musor titkilab, deydi. Men aytdimki, og'ayni, do'stim, hech qachon bunaqa demagin. Bu hayot shunaqangi beshafqatki, shunaqangi seni sinaydiki, xuddi mana shu ish hali holiva, bundan battarini qilishga ham majbur bo'lishing mumkin. Shuni esingdan chiqarma. To'g'ri gapiribmanmi? To'g'ri bo'lsa to'g'ri deb yozib qo'ying, iltimos.